Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana 2026-yilni ham boshlab oldik. Yangi yillarimiz hammaga barakotli bo'lsin. Bu ishimiz Bo'yda tumani Chumbog'ish qishlog'ida Farhod akaning uyi. Yangi yilimizdan birinchi ish, xudo xolasa. Ko'chalarida mana bunaqa ikkita erkiri bor ekan, figurasi. Xudo xolasa bu yerda shiferdan qilib yopiladigan. Hovli tarafdan ko'rinishi. Bitta ikkita darvoza ekan, bu yoq mashina qo'ygani bo'lsa, bu yoq kirib chiqishganmi shunaqa. O'rtadan koridor bilan kirilar ekan. Chiroyli solingan uy ekan, xudo xolasa. Tomlarni chiroyli qilib yopib beramiz. Tomga loy bosilmagan ekan, bizdan keyin bosib olishar ekan. Mana bu joyga ozgina mansardaga o'xshatib joy qilib ketamiz deydi. Pol bo'lib ketar ekan. Bolalar o'ynagan bir narsalar qilib qo'yaman dedi. Odam yashamasa ham tayyor joydan foydalanamiz dedi. Yoki cherdayligicha qoladi. Naryoq ham. Seysmopoyez qo'yilmagan ekan. Mana o'zida to'xtab qo'ygan ekan. Bunaqangi uchli simlardan tashib ketishgan ekan. Iplab mashinaga bog'lab qo'yamiz. Iloji bo'lsa mana shunaqa joylarga seysmopoyez qo'yinglar. Tom baquvvat bo'ladi. Salga uchib ketavermaydi.